Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni ko'rib turganman. Yana bir bora xursandman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bitta qiziq voqeaga guvoh bo'lib qoldim. Kecha o'sha farzandlarim deb baholarni ko'raman deb kirmoqchi bo'lsam, o'sha eski kundalik degan com degan sayti boshqacha nom bilan o'zgarib, обновление bo'lib ketibdi. Ya'ni u oilaviy com degan nomi bo'lib ketibdi. Uni ham o'zgartirib oldik, обновить qilib oldik. Kirish uchun login parollarni yozdik, ichiga kirib baholarni ko'rmoqchi bo'lsam, birontasini ham ochmayapti. Bunga sabab hammasiga har bitta fanga qulf qo'yilgan. Har bitta fanni ochish uchun pul to'lashingiz kerak ekan. Keyin bossam 15 ming deyapti, bossam 5 ming deyapti. Har bitta fanga bahosiga pul qo'yilgan. Men hayron qoldim. Biz oldinlari o'sha olgan bahomizni o'sha daftar kundalik orqali olib kelib ota-onamizga ko'rsatganmiz. Ko'rib, hech qanday reaksiyasini bildirib, barakalla degan o'sha yoki yomon bo'lsa gaplarni eshitganmiz. Endi savol tug'iladi-da. Daftar kundalikdan elektron kundalikka o'tishni ma'nosi yoki maqsadi nima o'zi? Birinchidan. Ikkinchidan, daftar kundalik shu kungacha menimcha foydalangan insonlar shu kungacha kam bo'lmagan menimcha. Endi daftar kundalikdan foydalangan pokoleniyada hozirgi kunda yaxshi joylarda ishlayotgan tanishlar ham bor, akalarimiz ham bor kerak bo'lsa. Shuni nazarini tushunmayapman-da hozir. Zamon rivojlanib ketdi desak, mayli, zamon rivojlanib tushunsa bo'ladi, lekin hatya buni ko'rib chiqish kerak-da. Zamon rivojlandi deb hamma narsani pulli qilib tashlasa ham menimcha juda ham bir noto'g'ri bo'ladi. Buni yaratgan inson ham, misol uchun pul ishlash uchun o'sha saytni yaratgan, buni to'g'ri tushunamiz, lekin unchalik emasda oshib ketibdi to'g'risi. Har bitta fanni ochish uchun pul to'lash kerak. Endi misol uchun bitta oilada 2 ta yoki 3 ta farzand bo'lsa, har bittasiga alohida login parol bilan kirib, o'sha farzandini bahosini ko'rish kerak bo'ladi misol uchun. Shunda har bitta bolasi uchun oyiga 15 mingdan to'lab baho ko'radimi? Shunda 3 ta farzandi bo'lsa 45 ming. Yana kimdadir 4 ta farzand bor misol uchun. Sen farzandmiz albatta. Xo'p, endi buni qanday to'g'rilasa bo'ladi? Bu savol kimga bersak bo'ladi misol uchun? Prям maktabgacha ta'lim vazirligiga yetkazsak, misol uchun yetib boramikan bu savolimiz? Meni nazarimda o'sha daftar kundalikka qaytishimiz kerak o'rtoqlar. Juda ham bir zo'r va undan hech kim hali kam bo'lmagan, menimcha hech kimga ziyoni ham tegmagan. Bu elektron kundalik qayerdan paydo bo'ldi, qanday paydo bo'ldi buni bilmayman. Xo'p, paydo bo'lgani ham mayli. Xo'p, endi ko'pchilik to'g'ri tushunishi mumkin, lekin hech bo'lmasa buni xalq cho'ntagidan kelib chiqqan holda zarar keltirmasdan yaratish kerak edi-da. Menimcha boshda yaratilganda bu sayt bepul edi. Men o'zim bilaman, kundalik.com degan bepul edi. Hamma fandan baholarni ko'rib o'tirsa bepul edi. O'zi endi hamma o'rgandi deyapti, boshqa deyapti, обновить qilgan saytni o'zgartirishlar kiritilgan. Har bitta fanga qulf qo'yib qo'yibdi, чтобы kirib ko'rish uchun pul to'lab ko'rasiz bahosini. Bu вообще mantiqqa to'g'ri kelmaydi o'rtoqlar. Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaatim, iltimosnomam bu mavzuni ko'rib chiqinglar. Imkon qadar xalqni qiynamasdan, xalqning foydasiga ishlaydigan qaror chiqarasizlar degan umiddaman. Lekin ko'pchilik albatta o'sha daftar kundalikka, o'sha eski o'zimiz, otalarimiz, buvalarimiz foydalangan o'sha daftar kundalikka qaytishni xohlashyapti. Demak, buni ko'rib chiqasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Kamila Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingiz asrang, bizni kuzatishda davom eting. Omon bo'ling.